bilan o'tiribmi? Davay, yashinamiz. Aya, nima yashinyapmiz? Yana kreditimizni so'rab kelishdimi? Ay yo'q, bu safar kreditimizni to'laydigan odam topdik, bolam. Bu danacham hali sizga osmondagi oylarda avraman. Jiyan chipron to'yda tursiga gapirmagan odam osmondagi oy gapirarmish. Voy, telesirga oldirsamki yoki usiga oldirsammikin, ha? Opam qilyapti. Hozir 1 minut. Alo, ukajon. Opa. Bugun sizlarnikiga bormoqchi edim. Shunga jiyanlaring bilan qiynalamanmi devdim-da, bizni olib ket. Opa, vobshe mazam yo'q, uyda yotibman. Su qatori jag'alab, asta o'zingiz kelavering. Hali shunaqami? Shashmay tur, komplektni oldiraman. Ha, kelin. Jayratimiz nimani izlayapsiz? Tilla tiros taqish xohlaysizmi? Sahar turib o'zim uylashib turaman. Siyirlarni o'zim sovib, ertalab turishingizga zavtirichilar tayyorlab qo'yaman. Faqat menga erga teshgan rozi bo'lsangiz bo'ldi. Roziman. Voy, qasamxo'ri. Obtaka, to'ydan keyin qayerda yashaymiz? Mana Toshkentdagi eng ishonchli kompaniyalardan biri Iskandar Building'da xonada xarid qilamiz. Mezbon loyihasidan boshlang'ich 86 millionni to'lab qolganini 36 oyga bo'lib to'layveramiz. Uncha yaxshi. Ketdik, baxtli hayot sari birga boramiz. Ketdik. Ha, yetib keldi ukajon. Rasm, video, ovozlargacha yozib oldi. Ha, onasini emsa erga bersak bu opamdan qutulamizmi desam, opalardan o'lguncha qutulmas ekanmiz-da. Ey, quloq.